Original xalatlar Buxoroda ham bor ekan. Men kecha Buxoroga borganda ko'rdim, faqat betlari ketib qolganda, buzib ketgan. Tagi turibdi. Bu yerda shunday holatda saqlangan holat. 510. Tushunyapsizmi? Keyin buning hammasi teplый pol tagi. O'sha nimada isitadi? Bu yerdan buchi doim isitganda, masalan, bir kun 2 kun yopmasangiz isitib turaveradi. Bu devorning kattaligini hisobi ko'rdingizmi? 1 metrdan katta. Qani? Devorning qalinligi hisobiga. Ozgina yaqsa isitadi. Nariyadimga cho'mishni oladigan suvni olagan, cho'milgan. Mana shu narsa hammasi o'zidan qolib ketgan narsalar. Bu yoqdan olib kelmaydi. Mana shu narsalar hammasi o'z qo'lidan. Biz prosta bunday narsa bor. Hozir birovlar aytadi, Yevropa damib ketgan, rivojlanib ketgan, biz вообще dinda bo'lgan kishi xalq bo'lgan. Yo'q. Din olib kelgan yuvinish tozalikni, gigiyenani olib kelgan bu din bo'ladi. 5 vaqt namoz o'qishni, 5 vaqt o'qisangiz tahorat qilishni, ya'ni tozalik